chiqadi. Endi qanaqasi eng kamida mana 45 chiqadi-da diametri. Hozir buni endi o'lchab kesyapmiz hozir. Buni orqasidan ko'rsatib qo'ying, tekkizlash uchun. Orqasi kriviy, qiyshiq bo'lgani uchun o'zi aka metr minimum qolsa, uni ortaverasiz. Bundan kalta chiqsa unda ko'rinadi. 260 260 qilib kesamiz a. Skolka видеть 260 dan kesamiz. Qolganisi necha metr chiqsa shuncha qilib beriladi, xudo xolasa. Vetkagacha bu, o shoxgacha-da endi. Bali, shoxgacha. Mana bu ko'p bo'y bersa kerak. 3 bo'ydan 4 bo'y beradi. 3 ta beradi. Больше 3 больше dayot aytadi. 4 ta ham bo'lishi mumkin belgisi omali. Nariga 3 bo'lishi 3,5 ta kelar ekanda. Xudo xolasa. Abduhakim aka, o narada video qilib tashlaganmiz, $200 berganmiz. Hozir endi mana ichida eng kattasini tanlayapsiz. Ish boshlanishiga mana $200 dan xolis mana YouTube'ga ham nima bo'laveradi? $200 dan $400 ga beramiz. Narigilarga keyin kelsak sal yo'lda qilib beraman, ko'proq olinganda. Assalomu alaykum, Palvon ishqibozlari. Mana bugun Toshkent shahridan Ali akamiz bilan Abduhakim akam xudo xolasa Palvoniyani ko'rgani kelishdi. Yo'qdimi Abduhakim aka? Ali aka? Mashinasi zo'r bo'ldi. Bizabob bo'lib turibdi. Hozir probaga ikkita olib ketyapsizlar, a? Ikkita olamiz, xudo xolasa. Mana shundan tanlaydi ichidan. Ishlab chiqarib, mahsulotini ko'ramiz mana qanaqa chiqishini. Dilo proba, keyin o'xshasa keyingi anaqani qo'yamiz. Aloqaga chiqishaveradi, keyin nomer qo'yib qo'yamiz. Men masalan vodiy bo'yicha qilsa, to'plab yetkazib berilaveradi. Xudo xolasa. Yana hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun 2025-yil 6-mart sanasida Palvoniyalarni mana ko'pchilik aytgan edi. Palvoniya mana ichi po'kay bo'ladi, hech narsaga yaramaydi deb gap so'zlar mana 6 yildan beri odamlar bilan sporlashish bilan o'z vaqt o'tib ketdi. Xudo xolasa mana kecha kuni 5-mart kuni Toshkentdan o'sha investorlar kelishdi. Bu videosini video davomida qo'yib o'tib ketaman. Ular bilan suhbat jarayonlarini 2 donani mana shu proba uchun xudo xolasa olib ketishyapti. Xudo xolasa bundan keyingi oyiga 30-40 kubgacha o'sha ishlab chiqarish, qayta ishlab chiqarishlarga shartnoma qilamiz. Agar kimi Palvoniyasi bo'ladigan bo'lsa, keyingi videolarda nomerimizni qo'yamiz. Hozircha buni probaga olib ketishyapti. $200 dan sotdik ikkovini. Agar videoni ko'rgan bo'lsalaring, o'rtog'imni kanalida, Palvoniya kanalida, Palvoniya olami degan kanali bor. Buni Xorazmga sotgan nima videomizni ham qo'yganmiz. Agar ko'rganlar bo'lsa, o'shani endi xudo xolasa Xorazmlik akamiz ham mana olib ishlatib qolsa, u akaga ham kuniga oyiga ham 5 ta 10 tadan berib, xudo xolasa xullas ustalar uje bilyapti buni, bilyapti. Chunki bu nimadan o'tgan probadan. Yevropada kubasi $400-500 dan sotiladi. Bu oldingi anaqa yolg'on gap emas. Mana buni kecha o'lchashdi, bu kubometri bor ekanda, diametrini tepaga ko'paytirib qo'yargan. Salkam 1 kub chiqdi, salkam. 75-80 hisoblashdi. Bunisini o'sha 60-70 kub hisob. Xullas ikkovini 1,5 kubdan sal oshiqroq hisoblashdi. Bu degani mana yana 1 yil turadigan bo'lsa, 1 kub bo'lsa, endi keyinchalik xudo xolasa kelajakda. Endi mayli Yevropa $400 bo'lsa, bizda endi ishlab chiqarish arzon. $100 dan sotavering. $100 dan sotsangiz ham mana mana shu 110 ta ekan. 5 yil o'tdi, mana arada bo'yda $10,000. Bitta jentrani puli ekan. Ko'chatda 5,000-10 mingga olib ekasiz. Mana 5 yildan keyin xudo xolasa mana shunaqa mana Palvoniyani yo'g'onligini ham ko'rsatib qo'yaylik. Bo'ylarini ham ko'rsating. Sizdan yo'g'on ekan. Mana yo'g'on ekan sizdan. Mana yo'g'on bo'ladi. Mana 80 kilolik. Mana hozir usta akamizni, pivochi akamizni chaqirdik. Buni maydalab 260 ga kesamiz. Ustaga xudo xolasa 260 ga necha bo'y bersa, kesib turib, shuni nima qilib olib chiqib qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Kesish boshlandi, baqa.
teshigi pastga yo'qolib ketgan. O'ngla teshigi kichkinagina. O'ng katta ekan avvalo. Chertib yormasin ona. Azizlar, mana bu Pavloniani ko'pchilik 6 yillik, 5 yillik deganimizda bu deb kommentariy yozganlar ham bo'ldi. Bizda telefonda aytganlar ham bo'ldi. Mana o'zi so'z isboti bilan hozir meni kesdikda, mana qaranglar. 1 2 3 4 5 6-yil mana bu. Bugun bu mashunasi. Endi boshlandi 6-yil. 6-yil endi boshlanib bilinib turibdi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, 4 5 6 yillik Pavlonia mashi. Ya'ni bu jasadni ko'rsating. Vobshe katta Vobshe katta narsa. Bu agar borki, sxema bo'yicha ekilgan bo'lganda, endi nasib qilgani shu, bundan ham katta natijaga erishsa bo'ladi. Zichroq ekilib qolgan. Oraliq masofasini hisobga olish kerak. Shunda Oraliq hozir mana shu 2 necha chiqadi endi mana shu 2? 1 metr chiqardi. Ariq ichi mana bor-ku. 1.20 chiqadi. 1.5 ga 1.5 deganda ham kichkinada. Eng kam 3 kuch ekilish kerak. Eng kami 3 bo'lsa, mana shular dona chiroyli katta bo'ladi. Hozir mana shu turish ham hozir bu katta narsa. Shu katta bo'ldi. Mana hozir buni hozir keskamizda ko'rsatib qo'yadiganimiz sababi, hali odam gapirsa, hali nimasi bor? Aldaydigan odam bayaqdagilarni ham aldaydi deb o'ylaydi-da. Bizda unaqa narsa yo'q. Halol. Misol, bundan bir tiyinli anaqa foyda zarar yo'q-da. Mana o'zi aytib turibdi Pavloniya. Tera bilan bo'lmaydi, Kaliforniya bunchalik bo'lmaydi 6 yilda. Ikkita Kaliforniya bitta olsa ketsangiz keyin bo'ladi. Keyin pulini ham hozir mana qilaylik. Mana Kaliforniyada halol mashinaqa Kaliforniya necha pulga ketadi 6 yillik semizligi. Mashinchalik deylik 10 yilda. Ketadi ketsa. 500 ming. Bittasi. Bir dona. Ketsa 500 ga ketadi. Ketsa zo'r. Bo'lmasa ham mashinasi 3,5 million, 4 million bo'lyapti. Bu endi misol mana bunaqa katta bo'lib ketgan bo'lsa 500 mingga sotib. Unga ham 10 yil vaqt ketadi mashina bo'lish 10 uchun. yil vaqt ketadi. Buni azizlar mana haloli $200 beryapmiz akalarimizga. Buni bitta materialni ko'rishadi. Toshkentga jo'natyapmiz buni 2 tani. O'tgan safargi videoyimda ko'rsatganman, uni bitta Xivaga ketganida o'ymakorlik naqsh o'yiladigan, anaqa qilishadigan edi. Xullas, ustun bilan yana bir narsa qilamiz deyshodi. Hozir buni yog'ochi oldin videolarda aytganimiz noyob bo'ladi-yu. Noyob bo'ladi. Hozir bu Toshkentda eng kulturniy saunalarga ishlatilar ekan. Bular uje probaga nima qilishibdi, endi yasab ko'rishadi yana. O'zi o'tgan lekin. Bilgan odam olyapti. Bilgan odam juda qimmat joylarga ishlatilar ekan. Bilgan odam, ahliyat turgan odam, misol mashina hozir riskovat qilib $200 $400 ga hozir mashina beryapmiz. Ancha-muncha odam misol teraydi o'ziga $400 bermaydi. 5 million 150 ming bo'ldi. 5 million 150 ming bu ikkita kichkina nimaga? Azizlar, Pavloniyaga kelajagiga shubha bilan qarash yo'q. Bag'i bosamiz ko'chatlarga. 5 million mingga ko'chat olasiz. Bundan xudo xolasa bu narx oshib ketishi ham mumkin buni. Hozir prostataka $200 bo'lib turibdi. Buni bu bas $400 deyilgan o'zi. Keyinchalik. Qimmat ham Endi sotaman deganlar naqd ko'tarish olmasin, mabodo 1-2 oydan keyin nima bo'lsa, kimnidir sahnasida 2 ta 4 ta bo'lsa ham olamiz. Bunaqalang kelishiladi. Kelishib qolsa ham mabodo. Ob'yom joylarga eksa bo'ladi, riskovat qilsa bo'ladi. Riskovat qilsa bo'ladi. Masalan, hozirgi kunda o'rtacha ko'chat narxi necha pul? 15 ming, 20 mingda, 15 ming, 20 ming so'm. 20 ming so'm kun kelib 5-6 yilda $200 ga aylanyapti. Unda kurs 2 million bo'lib qolsa, $200, $800, 4 million bo'ladi. 4 million qoladi. Xudo xolasa. Bizni kuzatib boringlar. Buni hozir kesib tayyorlayapmiz. Biz bugunda o'zida Toshkentga jo'natamiz endi. Hozir metrda olib kelsangiz 2.60 ga kesamiz endi. Bo'ldilar, olib kelamiz. Hozir metrda olib kelsa, hozir ungacha shoxlanib putab turamiz. Ustaga shundan putab turaverasiz. Azizlar, mana kesib yiqitdik, Pavloniyamizni tagidan tekkizlash uchun oldik. Mana, Vobshe zo'r chiqdi. Materiali o'zi yo'lda qaranglar, bunday yo'lni oqtarib ham topa olmaysizlar buning ichida yo'lni. Diametri 50 plus.
50 chiqadi. Bu agar bunaqasiga bo'lsa 55 ham chiqadi. Endi qanaqasi? Eng kamida mana 45 chiqadi-da. Diametri. Hozir buni endi o'lchab kesyapmiz hozir. Buni orqasidan ko'rsatib qo'ying, tekizlash uchun. Orqasi kirvi, qiyshiq bo'lgani uchun o'zi akamiz aytdi, 10-15 sm tepasidan kesib oling degan uchun tekizlab qo'ydik. Tekizlab berdik buni. Bu o'zi hech narsaga yaramaydi. Xudo xolasa bu reklamaga o'zimizga qoladi-da. 2.60 ga o'lchab chizib ko'raman. Metrdan o'lchab qo'ying, 2.60 ga keshyapti. 2.60. Katta qoldi 2.60. Mana 2.60. Chizilgan ekan. Chizildi mana shunday bo'ladi. To'g'ri chizganganmi? Mana shunday bo'ladi. Mana 1 cm, 1-2 santimetr. Bu nima deyapti? Bu material bu odam. Kishi dahshatda minib o'tiringda, qayerga silsa ham bo'ladi, bu kattaroq bo'lsa. 8 yil, 10 yilligida. Suv o'tmaydi. Kishilik qayiq bor, shunaqa sizda ham. Kanoya yasalar ekan Yevropada. Suv o'tkazmasligi uchun keyin surfi deb qo'yadi, ikkitayada. Shunaqalar yasaydi Poloniyada. Ham yengil, ham suv o'tkazmaydi. To'g'ri. Umuman. Mana shunda o'zi bir alaqa yupqadan bir bilmayman 50 ta. Buni kesilayotganda o'zi qanaqa his qilyapsiz? Bunchalik darajada katta bo'lib ketganini o'ylamadim, to'g'risi. Kesilganda yana ham bilinar ekan. Bunaqa deb o'ylamadim. Bu bunaqa katta bo'lishini bilaman, lekin bu bunaqa katta bo'lganini nima desam bo'ladi? Oraliq masofasiga qaraganda bunchalik darajada katta bo'lib ketganini deb o'ylamadim. O'zi Poloniya asli bundan ham kerak bo'lsa yaxshi qaralsa, bu zo'r natija beradi. Buni bilaman, lekin oraliq masofasi bizniki bitta ariqda ikkov betiga ekilgan. O'shani hisobiga bunchalik darajada katta bo'lib ketganini deb o'ylamadim. Keyin mo tikka turganda bunchalik bilinmas ekan, buni yotqizganda keyin ko'rinar ekan. Hozir bu bitta odam yoniga olsa odamdan yo'g'on tamam? Ha, yo'g'on. Bu Xudo xolasa 1 bo'y kesildi, 3 bo'y chiqadi ana shu. 3 bo'y beryapti. O'tgan safargilar ham o'zimiz berganimizda hali xiva berganimiz bor. Ha. 3.10dan 3 bo'y berganda o'sha ham. Hozir buni ingichchasini ham maqsa bo'ladi, narag'i baribir bu ishlatsa bo'ladi. akalarimizni nimasi eng 33 ta diametri. Shuning uchun uni ham berib yuboramiz. Bu o'zimizda olib qolmaymiz, buni laxt. Ha, laxtelarini nimagadir ishlatsa, buni ham xudo xolasa yuklab berib yuboriladi. Metr tortib o'lchab olaylik. Aqna metrni olib keling-da. 2.60 ga qo'yaylik. Bitta bugun zo'r chiroyli video bo'lar ekanda. Video foydali bo'layotgan bo'lsa, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib ketasizlar endi. Postoyanni chiqaramiz xudo xolasa. Kimi Poloniyasi bor bo'lsa, bemalol. Ko'rib oldingizmi? Ha, bo'ldi, mana. Menga belgilangan. Ha, belgilangandan 2 cm, 2 cm yuraver ekanda. Xudo xolasa mana 4 ga bo'lib oldik. Yog'och o'ta go'zal chiqdi, chiroyli bo'lib. Xolasa mana bu yoqda bitta ko'rib o'zlar bitta baho berib berasizlar. Ha, go'zalligi. 1 yoshdan tortib O'xshim go'zal. Narxnavolarni ham bitta aytamiz. Endi teshigi bo'ladi 30 tada, kichkina edi. Teshigi bo'ladi baribir. 1 yosh hujjatlar narxini aytdim. Bu o'sha nimaga qo'yilganda, pilaga qo'yilganda o'rtasidan bitta urib yuboriladi, palla qilib ikki tarafga. Shu bilan qayta ishlanaveradi. Archilmaydi terakka o'xshab. Do'stlarona. Qurt yemaydi, o'pshim.